Hozirgi paytda Chang'an avtomobillarini xarid qilish bo'yicha qanday eksklyuziv shartlar, takliflar bor? Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga yangiliklarni birma-bir aytib o'taman. Barchaga Chang'an AD Master Navoiy avtosalonidan assalomu alaykum. Bundan oldingi videolarda Chang'an avtomobillarining har bir modelini komplektatsiyalar o'rtasidagi farqlari bo'yicha video sifatida joylashtirgan edim. Endilikda hozir sizlarga avgust oyida amal qiladigan takliflar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Chang'an CS55 Plus u FL hisoblanadi, ya'ni yangilangan ko'rinishdagisi Unity, bu tomonda Univi yangilangani hamda Unique modellari avtosalonimizda o'rin olgan. Chang'an avtomobillari agarda sizga manzur kelsa, videoga hozirdan bitta like bosib qo'ying, chunki bu avtomobillar o'zini dvigateli asosida Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan. Blue Co texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan ushbu dvigatellar rekord o'rnatgan. Endi hozir men sizlarga birinchi navbatda Chang'an Unity bo'yicha yangiliklarga to'xtalib o'taman. Ushbu avtomobilimizda qiymati $100,000 avtomobillarda bor funksiya mavjud. Ya'ni siz pultdan parkovkadan chiqarishingiz mumkin. Albatta avtoparkovka funksiyasi ham ushbu avtomobilda mavjud. Birinchi pozitsiyasi 339,900,000 so'm, ikkinchi pozitsiyasi esa 359,900,000 so'mni tashkil etadi. Avtomobilning texnik xarakteristikasi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. 1.5 turbo GDI motor. Chang'an avtomobillarini barchasida GDI motor o'rnatilgan. 167 ta ot kuchi bor. Old orqa partroniklar, 360 gradusli kamera, 10.3 dyuymga ega bo'lgan raqamli hamda multimedia displeyi, shu kabi funksiyalar o'rin olgan. Qolaversa, mana bunaqa trenddagi avtomobilni eshik tutqichlari ham mavjud. Salon qismiga bitta ahamiyat berib keting. Juda ham chiroyli, noodatiy uzatmalar qutisi ham o'rin olgan. U markaziy konsol bilan tutashib ketgan mana shunaqa shaklda. Juda ham ajoyib, shunday emasmi? Qarang, multirulimiz bor. Cruise control, harakat tezligini cheklash, undan tashqari chiziqlarni nazorat qilish, adaptiv cruise control kabi funksiyalar mavjud. To'liq charmdan qoplangan sport uslubidagi o'rindiqlarimiz naqd 10 taga yaqin o'rindiqni o'zini sozlashingiz mumkin. 10 ta yo'nalish bo'yicha to'g'rirog'i panorama tomimiz ham bor. Ikkinchi qatorini ham sizlarga bitta kichkina ko'rsatib o'tib ketaman. Kengishgina ko'rishingiz mumkin va o'rindiq joylashuviga qaradigan bo'lsangiz, anchagina mana bu yerda mana bu qismi chuqurroq hisoblanadi, tikka emas, yotoqroq hisoblanadi. Bu qulay tarzda o'tirib ketishingiz uchun. Qolaversa, o'rindiqning o'zi orqa, ya'ni spinka qismi sozlanmaydi, lekin mana shu darajada turadi. Podlokotniklarimiz ham mavjud. Xo'p, bu avtomobilni xarid qilish bo'yicha hozirgi paytda Chang'an AD Master Navoiy avtosalonida naqd 20 million so'm foyda mavjud. Har ikkala komplektatsiya uchun ham amal qiladi. Qolaversa, avtomobilni 5 yilga foizsiz muddatli to'lovga xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Bunda boshlang'ich to'lov 60% bo'lsa, 5 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga olishingiz mumkin, lekin to'g'riroq naqd pulda amal qiladi. Rassrochka va imtiyozli kreditda 20 million chegirmamiz amal qilmaydi. Umuman olganda Chang'an Unity haqida fikrlaringiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi Unity'ga o'tamiz. O'zbekiston Chang'an oilasidagi eng katta crossover ham yo'l tanlamas hisobida o'tib ketadigan Chang'an Unique modeli. Bu model haqida ham men to'liq obzorni joylashtirganman. 20 hamda 21 o'lchamdagi qo'yma disklar, 360 gradusli kamera, hattoki mana bu yerda ajoyib uni bitta fishkasi bor. Mana bu yerga ham kamera o'rnatilgan va mana bu yerda ham kamera mavjud. 2 litrli GDI tizimida ishlaydigan dvigatel, 226 ta ot kuchi bor. Harakatlanish rejimlari ham ko'p. Undan tashqari yana avtomobilning bir nechta chiroyli funksiyalarini va qiziqarli jihatlarini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Trendda hisoblangan eshik tutqichlari, bezkuluvchi dostuplarimiz bor. Mana sizlarga ajoyib fishkasi Sony dinamigi podgolovnik qismida o'rnatilgan. O'rindiqlari charmdan ishlangan va juda qattiq o'tirganingizda cho'kib ketmaysiz. Maza qilib o'tirasiz. Bismillah. O'tirgan paytingizda ham qarang. Raqamli displeyni o'zi alohida mavzu.
monitor, informatsion tablo. Mana displeyni o'zi alohida. Markaziy konsolni kattaligi 25 santimetr. Tasavvur qilyapsiz? 25 santimetr. Xuddi samolyotnikidek, xullas kalom soddaroq aytganda. To'liq privodni, monoprivodni boshqarish mana shu joystikning o'zida amalga oshiriladi. Undan tashqari avtomobilimizda Eco, Normal, Sport rejimlari ham bor. Avtomobilimizning o'zida shtatnoy, ya'ni qo'shimcha jihozlarsiz video registrator funksiyasi ham mavjud. Nafaqat turgan holatida barcha kameralar ishtirokida suratga va videoga olishingiz ham mumkin, balki harakatlangan paytida ham. Rul chambaragini o'zi juda ham noodatiy ergonomik ko'rinishga ega. Mana bunaqasidan haydab ketadigan akalarimizga juda ham qulay hisoblanadi. Скорость ограничитель, adaptiv cruise control, boshqaruvda голосовой assistent funksiyalari mavjud. Chiziqlarni nazorat qilish, multimedia boshqaruvi bu odatiy funksiyalar hisoblanadi. Qolaversa, bu avtomobilimizda clearance ham juda kattagina, o'rindiq xotiralari ham birinchi, ikkinchi darajada Sony dinamiklari bilan ta'minlangan. Ikkinchi qatorda kengligiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yo'l tanlamasga qiziqadiganlar bo'lsa, mana sizlarga yana bitta zo'r variant. Clearance 190 mm. Tasavvur qilyapsizmi? 190 mm ni tashkil etadi. Bu ancha baland degani. Qolaversa, g'ildirak va arka orasida ham yaxshigina o'lcham joy qoldirib ketilgan, emin-erkin harakatlanishi uchun. Yukxona qopqog'ini ochib ko'rsata olmasak ham sababi akkumulyatordan uzilgan. Xo'sh, bu avtomobilga hozirgi paytda xarid qilish bo'yicha quyidagi takliflar berilmoqda. 5 yilgacha foizsiz muddatli to'lov. Avtomobilimizning narxi birinchi pozitsiyasi 409 million, ikkinchi pozitsiyasi 449 million va uchinchi pozitsiyasi 489 milliondan tashkil etadi. 25 million foyda asosida xarid qilishingiz mumkin. Har bitta komplektatsiya bo'yicha naqd pulga amal qiladi. Rassrochkada bilasizlar, amal qilmaydi. Mana shu jihati mavjud. Agarda siz Chang'an avtomobillarni xarid qilish bo'yicha qo'shimcha savollar so'radigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Bunisi endi Xitoyning Toyota Supra'si Chang'an UniV FL yangilangan hisoblanadi, lekin buni oldingi variantiga maxsus shartlar e'lon qilingan. Xususan, sport komplektatsiyasi va tek komplektatsiyasi 319 million 900 ming so'm va 326 million 900 ming so'm tashkil etadi. Bularni ham 5 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga olishingiz mumkin. UniV Sport komplektatsiyasiga 20 million, tek komplektatsiyasiga 7 million foyda bilan xarid qilish imkoniyati amalda bor. Vyxlop tizimidan chiqadigan ovoz haqida men alohida video qilib joylashtirganman. O'ta bemalol tanishib olishinglar mumkin. Juda ham eksklyuzivni avtomobil, sedan emas, liftback hisoblanadi. Ya'ni yukxona qopqog'i orqa lobovoy bilan birgalikda ko'tariladi. Xullas kalom, Chang'an avtomobillarini xarid qilish bo'yicha avgust oyidagi takliflarimiz shulardan iborat. Agarda sizda Chang'an avtomobillarini xarid qilish bo'yicha qandaydir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, unda ikkilanmasdan pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Chang'an avtomobillarini xarid qilish bo'yicha albatta Navoiy viloyati Karmana tumani Emotsit yo'lida joylashgan Chang'an AD-Master Navoiy avtosaloniga tashrif buyuring. Barchangizni Chang'an AD-Master Navoiy avtosalonida kutib qolamiz.